man o'zi yoshligimdan shu yerda birga ishlaganman, birga xizmat qilganmiz. Odamning xizmatini mana aytsak, birinchi odam qiyinchilikdan, shu traktorchilikdan, undan keyin buxgalter bo'lganlar, yordamchi buxgalter bo'lganlar, kolxozga muavin bo'lganlar, undan keyin mana reis bo'ldilar. Hali o'spirin paytidayoq otasizlik azobini tortgan Ahmadjon Odilov hayotning eng og'ir sinovlarini boshidan o'tkazdi. Ayrimlar ko'pirtirganidek, u birdan hamma narsaga erishib, shon-shuhratga burkanib ketgani yo'q. Osmondan bekamu ko'z shalvirab ham tushgan emas. Holbuki o'tgan asrning 37-38-yillarning qatag'on davrida uning otasi sovetlar tomonidan ayblanib, Rossiyaning uzoq o'lkalariga surgun qilingandi. Natijada oila a'zolari bir-biridan nonga zor bo'ldi. Ana shunday sharoitda o'sib ulg'aygan Ahmadjon Odilov faqat mehnat qilish bilan o'zini ovutdi. Tinimsiz ishladi va izlandi. Oddiy ishchilikdan dovrug'i dunyoga tanilgan va o'sha zamonda yangilik sifatida qaralgan nomdor agrofirmaning asoschisiga aylandi. Ahmadjon Odilovni ko'pchilik odamlar faqat qishloq xo'jaligi bo'yicha ilg'or rahbar deb biladigan bo'lsa, men aytmoqchiman, bu odam nafaqat qishloq xo'jaligi, butun hamma soha bo'yicha juda serqirra inson bo'lgan. Qishloqning madaniyati, yoshlarni ishdan keyingi, o'qishdan keyingi faoliyatlari, mana shu narsalarni ham e'tiborida bo'lgan. Chunki bunchalik e'tibor berilmasa, mana shu qishloqda bunaqangi sport inshootlari, bunaqa o'quv dargohlari, maskanlari bo'lmagan bo'lar edi. Sovetlar hech kimga behudaga bir-biridan nom bermagan. Ular yurtning taniqli shaxslaridan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishni yaxshi bilganlar. Tinib tinchimas inson, faol islohotchi, o'z ortidan minglab odamlarni ergashtira oladigan qobiliyat egasi bo'lgan Ahmadjon Odilovning obro' e'tibordan ham ular o'zlarining manfur maqsadlari yo'lida foydalanmoqchi bo'ldilar. O'z o'rnida Moskvaning ishonchini qozongan Ahmadjon Odilov ham Kremldagi pixini yorgan kommunist rahbarlarning imkoniyatlaridan unumli foydalanishga harakat qildi. Natijada Pop tumanidagi agrofirma iqtisodiy jihatdan juda baquvvat dargohga aylandi. Minglab gektar yangi yerlar o'zlashtirilib, ko'plab qayta ishlash korxonalari, paxtachilik, g'allachilik, chorvachilik, junidan qimmatbaho kiyim-kechaklar to'qiladigan echkichilik xo'jaliklari barpo etildi. Hatto Tianshan tog'larida o'sadigan minglab qotoslar olib kelib, ko'p tarmoqli agrofirma yaylovlarda boqila boshladi. Eng muhimi, 40 mingta ish o'rinlari barpo etildi. Bayoviy texnikalar bilan o'zlarining ishtiroklarida mana bu Yangiobod, G'urumsaray, Tepaqo'rg'on, Pungan massivlarida, Pungan, Choday, Xonobod massivlarida 20 ming gektar yerlarni o'zlashtirib, bog'-rog'lar qilib, har xil qishloq xo'jaligi ekinlarini ekishga tayyorlaganmiz birgalikda, shu mexanizatorlar bilan. Mashhur odamlar haqida turli xil afsonalar, asossiz gaplar juda ko'p yuradi. Jumladan Odilov tevaragida ham bilib, bilmasdan har xil to'qib pichib yoyilgan gaplar ham u kishini shaxsiga ta'sir etmay qolmagan. Hatto o'zi bexabar holda ba'zi bir gaplar chiqib ketganligidan o'zi ham taajjublanganini bir necha marta suhbatlarda, intervyularda gapirgan. Endi shuhrat ofat degan gap bor-da. Shuhratli odamni o'ziga yarasha yutuqlari bilan bir qatorda mana shunaqangi ba'zi bir hasad, ko'rolmaslik dardiga chalingan odamlarda g'araz ko'zi bilan qarash ham paydo bo'ladi. Va Sharof Rashidov bilan yaqinligi meni nazarimda bu odamni qilgan bunyodkorona ishlari, aql bovar qilmas darajadagi reformalari haqiqatdan Pop, jumladan o'sha Ahmadjon Odilov boshqargan territorial birlashma
juda katta paxta bazasiga aylangan. Va buni zamirida, buni shuhrati, dovrug'i, gap borku, yaxshi gapni qanoti bor degan. Bunda ijodkorlar ham, o'sha hatto Aganyok jurnali, o'sha sobiq ittifoqda eng bosh jurnallardan biri bo'lgan Aganyok jurnali ham sahifa uni suratlanib yurib materiallar bosgan. Odam bir sohada bir don qozonib ketsa, mashhur bo'lib ketsa, odamni tiliga tushib ketsa, uni haqida har xil shov-shuv gaplar ham, yolg'on yashiqlar ham aralashib yuradi. Endi odam mashhur bo'lgandan keyin, tilga tushgandan keyin o'z-o'zidan hasad bandalari ham bor-da, hasadgo'ylar ham bor, ko'ra olmaydigan ichi qora odamlar bor. Ular mana shunaqa narsalarni to'qib chiqaradi. Ahmadjon akani men gapni ochig'i mana shu gaplarni eshitsam har safar juda achinaman, juda ham haligi nima deydi, xafa bo'laman. Nimaga desangiz, bu gaplarni aksariyati g'irt yolg'on gaplar. Ahmadjon aka juda unaqa katta zang odam bo'lmagan. U odam juda mehnatkash odam bo'lgan. G'ururli odam bo'lgan. G'ururli odam bo'lgan. O'zini qadrini bilgan. Chunki mehnatni ham qilgan. Butun yangiliklarda joriy qilgan, odamlarga yaxshi sharoit yaratib bergan. Uylar qilgan, kottejlar qilgan, yo'llar qilgan, cho'llarni o'zlashtirgan. Shunga yarasha, o'ziga yarasha to'g'ri aytyapsiz. O'ziga yarasha obro' e'tibori, o'ziga yarasha qadri, o'zini qimmatini, qadrini bilgan odam bo'lgan. Lekin Ahmadjon aka hech qachon birovni dilini behuda og'ritgan emas. Quyoshga yaqin borsang kuyasan degan gap bor xalqimizda. Ahmadjon Odilov ham martabasi oshib, Sovet davlatining yuqori lavozimli rahbarlariga juda yaqinlashib ketgani, keyinchalik uning hayotida chigal va ziddiyatli tashvishlarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Uzoq yillar O'zbekistonda birinchi rahbar bo'lgan Sharof Rashidovning vafot etganidan keyin yurtimizda talatub, bezovtalik boshlandi. Paxta ishi, o'zbeklar ishi degan tuhmatlar asosida minglab vatandoshlarimiz jinoiy javobgarlikka tortildi. Kremldan kelgan to'dalar qo'lidagi ro'yxatda Sharof Rashidovning yaqinlari qatorida Ahmadjon Odilov ham bor edi. O'sha mash'um kunlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib, guvohi bo'lganlarning xotiralarini tinglaymiz. Biz o'tirdik ichkarida. Ular o'sha 2-3 kishi tashqarida gaplashib o'tirishdi. Ta'sir ukalarim Mo'minjon aka ham, yana bir odam bor edi. Kimdir kelayotdiki, popda dedi, juda merisalar ko'p. Odamlar to'planib turibdi dedi. Aytdim, tinchlikmi-ku, o'zi ham bilamkilar dedim men. Ya bilsalar kerak, nimadir narsalarni chatab turibdi dedi. Sezgan bo'lsalar kerak-da. Kim birdan tapir-tupur avtomatlar bilan bir 30-40 ta odam yugurib kirdi. Sto'namista deb mashina qilib kirdi. Biz ham jim turdik. Bu ne o'zingga qarab ketdi. Bordilar, ne turdi? Shunaqa deb o'zini oldiga borib, qog'ozni ko'rsatdi, ko'zini tutib o'qidilar. Men ba'da qarab turdim, deb taskel men ham yurdi-da, men ham ochib ketdi. O'zini yetalab ochib ketdi, batali qo'llariga narishi soldi, o'qidi. Ammo chiqdilar, qaragani o'qidilar. Men san nima ekan? Shu o'qidilarda keyin chiqdik, mashinaga o'tdi, ularni olib ketdi, orqadan bizni olib ketdi. Kechasi 11da prokuraturada bo'lmasa kechasi tergov qilish mumkinmi? Qonun bo'yicha. Kechasi tergov qilib turib mana shu где золото, где его богатство, где оружие deb turib so'roq berdi. Faqat so'raydigan narsasi mana shu. Где золото, где оружие, где деньги. Men ko'rmaganman, bilmaganman unaqa ishlar bilan shug'ullanganini. Hattoki men bir Buxoroda 85-yilda bir joyda mashinada ketayotganimda gayet to'xtatib, hujjatimni ko'rib turib, qani bu yoqqa yuringchi, o'rin so'raylikmisiz siz deb turib, olib kirib, budkaga kirib o'tirib, qani aka aytib beringchi, 200 ta avtomatchisi nima bo'ldi Ahmadjon Odilovni qo'lga olganimizda? Bizda respublika bo'yicha shunaqa kazarmenniy положение bo'ldi. Nima bo'ldi avtomatchilari? Qanaqa bo'ldi? To'g'risini aytib bering. Men aytdim, qanaqa avtomatchi? Nima to'g'risida gapiryapsiz? Ahmadjon akalar stolda o'tirib, 3-4 kishi gaplashib o'tirgan joyda kelib turib hujjat ko'rsatgan, orderni ko'rsatgan, siz qamoqqa olindingiz degan, mani olib boringlar mayli deb to'g'ri hech qanaqa bir og'iz gap
qaytarmasdan ahmadjoniki mashinalar ularni mashinasiga o'tirgan chiqib ketgan. Lekin qishloqda butun organda mashinalari, voyannilar, avtomatchilar, vodomyot deydi, suvda otadigan pojarniylar mana shular o'rab olganlar. Hamma chorrahalarga butun harbiy soldatlarda, avtomatchilarda qo'yib qo'yganligini aytdim. Men aytdim, mana shunaqa bo'ldi. Lekin avtomatchisi bor Ahmadjon Odilovda degan gap tarqatgan. Shu voqealarni eshitib turganmiz, endi bo'lyapti, dadam ham eshitib turgan, shunga kelyapti voqeani oxiri shu sabab bo'lishilar. Mana yakshanba kuni rais aytdi, Qoraqalpog'istonga komandirovka ketasan dedi. Shundan tushundim, demak shu dushanba kuni shu ishlar bo'ladi. Shuning uchun meni jo'natib yubordi. Nukusga borsam hech kimga keragim yo'q, uni mehmon qilishadi, u qiladi, bu qiladi, endi meni olib o'tirish kerak. 3 kun o'tgandan keyin boshqalar aytdi, kelgin dedi. Endi o'sha menga hech kim aytgani yo'q qamal deb, lekin men shuni sezib turibman, shunday bo'ldi. Keldim ishga, chiqdim, shu zahotiyoq hali komissiyaga olib kirishdi rahbarlar. Imzo qo'yilgan buyruq, bugundan boshlab vazifadan ozod etildingiz. Men ham tayyor edim, dadam ham bilgan, shu psixologik jihatdan shu narsani qabul qilganmiz. Bu yerda Sharof Rashidovni qamashga buyruq bo'ldi Brejnevdan keyin. Sharof Rashidov bilan kim yaqin bo'lgan? Ahmadjon Odilov yaqin bo'lgan. Bitta narsani yoddan chiqarmasligimiz kerak. Kommunistik g'oya shundan iboratki, diktatura g'oyasi. Siz vatanga, millatga milliardlab foyda keltiring, milliardlab. Lekin siz siyosatni bitta bo'limiga alik qilmasangiz, qarshi bo'lsangiz, siz yomonotlikqa chiqasiz. U tepada o'tirgan g'oya odam bu millatparvar edi-ku. Qo'y shunga tegmayli, bitta xato qilibdi demaydi. O'sha 95-yil men Moskvada edim. Televideniyada Gidlyan chiqib gapiryapti. Bizga deydi 12 ta viloyatda birinchi rahbarini qamash buyurilgan deydi, Poraxo'rlikda deydi. Borsak deydi, Moliya vaziri birinchi bo'lib spiskani berdi bizga deydi. Nimani deydi? Mana ularni qamaysizlar deb deydi. Uni ichida militsiyalar biz deydi 12 ta odamni o'ylab borganmiz deydi. Mehmonxonaga qo'ylarni so'yib kelib bizni mehmon qilib sotib ketadi bir-birini deydi bular. Achinib ketdim men o'shanda-da. Bu mayli u Gidlyan Ivanovlarga jallod, begona odamlarni qamardi. Haqiqatda qo'shib yozish bo'lgan. Mana tarix kanalida bir 5-6 ta tarixchi olimlar chiqib gapirdi. O'sha moliya vaziri dedi, hammasini sotgan, ular bilan qilgan. Qarangki, 11 ta viloyatda birinchisi qamalib, bittasi qolgan xolos. Buni odamlar o'zi tushun qiladi. Ana shuna qilib keyin bu yerda nimaga endi Ahmadjon Odilov tanlandi? U axir bitta katta bir nimani odamlarni, minglab odamlarni ish bilan ta'minlagan, agro firmani boshlig'i bo'lgan. Sharof Rashidov vafotidan keyin boshlandi. Sabab mana shu markazga o'zimizdan ketgan ma'lumotlar bo'lgan. Markazga korrupsiya rivojlangan, o'g'irlik ko'p, qo'shib yozishlar ko'p. Buni hammasini ustida Sharof Rashidov turgan. Shuni Sharof Rashidovning eng yaqin odami, eng yordamchisi, o'ng qo'li deysizmi, chap qo'li deysizmi, Odilov bo'lgan degan gaplar, informatsiya shu markazga yuborilavergan. Bu yuborilayotgan bu ma'lumotlarning ichida bu yerdagi shu haligi kuch ishlatar organlarida o'zini to'qib chiqargan gaplar ham bo'lgan. Uydirma gaplar ham. Ular ham o'zini gaplariga Ali Afandini latifasi o'zlari ishongan bo'lsa kerakki, shu oltinni qidirishga shu darajada tushganda, mana shu yerda ayvon bo'lardi, shu yerda 32 kiloli, 24 kiloli toshlar bo'lardi. Dadam shug'ullanishga yaxshi ko'rardi. Mana bitta ikkitasini ko'targanman, ichida sharik bo'lsa kerak, temirdan shiq-shiq qilib turardi-da. Shuni ko'rgandan keyin tergovchilar mana mashina ichida oltin bo'lsa kerak deb olib ketgan. Uni tergovchilar toshni olib borgandan keyin kesganda uni ichida nima borligini ko'rib, hafsalasi pir bo'lgani. Ya'ni oltinni qidirishdan oldin sal tergovchilar fikr mulohaza yuritish kerak edi-da. Mana uyga kirdi, uydagi turmushni ko'rdi. Bu deymiz, onamizni yurish-turishlarini ko'rdi. Na qo'lda uzuk, na quloqda zirak. Ko'rmaganlar bu narsani. Buni
ko'rgan tergovchilar mulohaza yuritish kerak edi. Bu uyda oltin bo'lishi mumkin emas, bu oilada oltin bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun kovlashgan. Mana shu uzumzor edi, hozir endi o'zgarib ketdi. Uzumni tagi kovlangan. Yo'lak bor edi, kovlangan. Belarus traktorini o'sha kovshi bilan razmerda kovlab, bu hovlini chetidan u boshigacha kovlab borishgan. Na vaqt bir vaqt temir ham chiqmagan bo'lsa kerak deyman-da. SSSR Bosh prokuraturasi tomonidan Gidlyan va Ivanov boshchiligida yuborilgan tergov guruhi Ahmadjon Odilov ishiga aloqador deb chaqirilgan guvohlarni majburlab, noqonuniy yo'llar bilan ulardan ko'rgazmalar, ma'lumotlar olishga urinar, har bir guvoh va ayblanuvchilardan oltinlar qani, pullarning joyini ko'rsat, Odilovning o'qotar qurollari qayerda degan savollarni berishdan charchamasdi. Mo'minjon aka, mana KPSS markaziy komitetining bosh sekretari Leonid Ilyich Brejnev o'lgandan keyin, Sharof Rashidov o'lganlaridan keyin butun mamlakatda bezovtalik boshlandi. Xususan O'zbekistonga markazdan Moskvadan juda katta desant gruppasi kelib, o'zbek xalqini poraxo'rlikda, paxta ishida ayblab ko'plarni qamoqqa oldi. Va shularning orasida Ahmadjon Odilov ham bor edilar. Va undan keyin esa Ahmadjon Odilov haqida har xil gaplar chiqib ketdi. Go'yoki bu kishi butun o'sha qullarlik tuzumni joriy qilgan, o'zini agrofirmasida odamlarni zo'rlab, ko'plarni o'ldirib yuborgan, katta jinoiy ishlarga to'daga boshliq bo'lgan, yer osti yo'llari qilgan degan gaplar tarqaldi. Shu gaplarga sizning munosabatingiz qanday? Mutlaqo yolg'on gaplar. Hammasi to'qima. Qancha joylarda kovlab shunaqa joylar chiqdiki, molxonaga yaqinroq joyda topdi deb hamma yoq e'lon qilardi. Qarashaki, molni suyagi. Hali o'lgan molni ko'mib tashlagan. Shuni odamni suyagi deb e'lon qilardi. Shunaqalar ko'p bo'lgan. Nima qilib bo'lsa ham qoralash kerak-da. Ben bir kun televizyonu ko'rib o'tirsam, 12dan keyin degan ko'rsatuv bor edi. Вы знаете, Ahmadjon Odilov deb Ahmadjon akani qoralab ketdi. Ichimda o'ylab turibman, bu odamni men ko'zim bilan ko'rganman-ku, millatga qanaqa xizmat qilganligini deb. Ana shu qoralab odamlar ishlandida miyaga o'rnab qoldi. Sovetni targ'iboti bo'lgan bu. Hali ham endi Ahmadjon aka mana endi chiqyapti ekan, Ahmadjon aka haqida yaxshi fikrlar bo'lmadi oradida mana 25 yillik hali birinchi ma'muriyat davrida ham ochilmadi bu odam. Mana endi ochilyapti. Endi tushunadi odam. Odamlarning juda ko'pchiligini ongida o'sha targ'ibot qolgan. U odam agar bo'pti, agar shunaqa odamlarni asfaltga bosib borgan bo'lsa, zindonga qamagan bo'lsa, o'sha statiya bilan qamamaydimi o'rislar? U bilan qamagan-ku bu odamni. Butunlay tuhmat bilan qamagan bu odam. Ahmadjon Odilov Namangan viloyatining Pop tumanidagi katta agrofirmaga asos solgan edi. Ana shu agrofirmada 20 ming gektarga yaqin yerlar o'zlashtirildi. Minglab texnikalar ishladi va shu bilan birgalikda 40 mingga yaqin yangi ish o'rin yaratildi va odamlar ish bilan ta'minlandi. Bu uning o'sha islohotchilik bilan bog'liq, iqtisodiy manfaatdorlik bilan bog'liq islohotlari samarasi. Endi Ahmadjon Odilov haqida yana boshqa bir fikr ham bor. Ahmadjon Odilov go'yoki qattiqqo'l, talabchan va shu bilan birga o'ta jahldor bo'lgan va jahldorligi tufayli o'zining xodimlariga nisbatan shafqatsiz choralar ko'rgan va hatto o'zi o'sha hududda barpo qilgan zindon deb atalgan kichkinagina ko'rinishdagi qamoqxonaga kerak paytda ana shu o'zini xafa qilgan odamlarini qamab qo'ygan degan gaplar ham bor. Bu gaplar nechog'li asosli edi. Ko'rib turganingizdek, bitta mashina kirib chiqadigan joy. Endi qamoqxonada hech qayerda unaqa mashina kirib chiqadigan joy bo'lmaydi-ku. Buni bu tomoniga ham mashina kiradi, bunaqasi yo'q, bu tomonidan mashina bilan chiqib ketishga kerak bo'lgan. Mana bu yerda mashina kirib chiqadi. Albatta, yo'l katta. Bunaqangi turbadan mana shu qayerda bo'lsa ichida 32 li armaturadan qo'yilgan yana 800 markalik
sement bilan buni qilingan. Mustahkam. Mustahkamman, lekin tergovchilar kelib o'sha tillo qidirdimi, nima qidirdi? Buni o'sha Ahmadjon Odilovning uylarini ham shunaqa teshib tashlagan. Mana buni ham haqiqatda shunaqa turbalar bo'lsa, o tepani ham pastga mana olibdi. Lekin mana buni ololmagani sababi 800 markali beton sementdan qilingan. O'shancha ololmabdi. Xuddi shunaqa narsani biz uyda ham qilgan. Bundan tashqari Odilovning uyida qana kimda bo'lsa, Odilovga qarashli odamlar bo'lsa, ularning uyini ham shunaqangi teshib tashlagan. Mana o'sha bir paytlar Ahmadjon Odilov qurgan qamoqxona, zindon degan gaplar bilan bog'liq holatlarni bevosita ichiga kirib biz tasvirga tushirdik, o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. Aytish kerakki, u agar favqulodda holatlar sodir bo'lganda odamlar jon saqlashi uchun qilingan o'sha katta bir yer osti yerto'la ekan, lekin uni Ahmadjon Odilov o'sha paytdagi SSR mudofaa vaziri bilan yaqinligi tufayli undan foydalanib katta mablag'lar undirish evaziga juda katta omborxonalar, meva-cheva saqlaydigan omborxonalar qurdirgan ekan. Va meva omborini qilish arafasida haliginaqa negativ hodisalar bo'lib ketdi, xabaringiz bor. U kishi hibsga olinib qoldilar. U kishi chala qolib ketdi. Lekin men nihoyatda achinaman. Ko'p jurnalistlar, rus jurnalistlari ayniqsa, ulardan haligi ulgu olgan o'zimizning ba'zi hamkasblarimiz. Shuni televizionchilar ba'zi, shuni Ahmadjon Odilovning zindoni bu yerga odamlarni qamagan, shu yerda qamash uchun shunaqa zindonlar qilgan deb ko'rsatdi-da. Bu mutlaqo unaqa emas, Ro'ziboy. Mutlaqo unaqa emas. Bu ombor tariqasida foydalanmoqchi bo'lgan. Oltin siragan, pul siragan tergovchilar Ahmadjon Odilovga aloqador uy-joylarda tinimsiz tintuv o'tkazar, izlagan oltinlarni topa olmagach, hatto uning otasini qabrini portlatishdan ham qaytmadilar. Muhsin akam Odilov, Ahmadjon akam ukalarim otalarini repressiya qilingandan keyin shu ancha yil keyin qatta o'tganlar, topganlar shu Sibirdan. Topib o'sha yerdan tuproqlarini olib kelib, qurmalarini olib kelib, masjidda qabr qilib turib, borib foto o'qiydigan joy qilib qo'ygan. Ramziy qabr qilib turib, shu rasmlarni qo'yganda, bu yerda yashirgan bir narsa yashirgan deb turib, o'sha qabristonda shu hamma yo'g'i qabrlarning o'rtasida portlash o'tkazgan. Hech nima chiqmagan. Boylik faqat otani do'stlarida bo'lgan. To'g'ri, mehnat qilgan, pul topgan, chunki tadbirkor odam. Lekin nimasi bo'lsa, xalqiga, do'stlariga, oshna og'aynilariga shu kerak bo'lsa, to'yga masalan to'y bo'lsa yordam bo'lardi, to'g'rimi? Yordam berilardi, boshqa bo'lardi, qo'ymidi, guruchmidi, boshqamidi. Shu narsalarga sarf qilganda odamlar o'ylaganki, birovga shunchalik qilyaptiki, o'zida qanchalik bo'lgan ekan degan fikrlar ham bo'lganda endi. Lekin shu tergovdagilarda men fikr yuritishiga qoyil qolmayman. Buni ko'rgan odam tushunish kerak edi, behuda harakatlar bo'lganda. O'sha paytda O'zbekistonni boshqargan birinchi rahbarlarning Moskvaning buyruqlarini so'zsiz bajarishlari xalqimizning boshiga cheksiz kulfatlar keltirdi. Shuning uchun Gidlyan va Ivanov boshchiligidagi tergovchilar o'zlari xohlagancha yo'l tutdilar. Qonunlar va inson huquqlari oyoq osti qilindi. SSSRning yuqori lavozimli mulozimlari bilan juda yaqin bo'lgan Ahmadjon Odilovdek uddaburon odam ham 8 yil qamoqxona azobini tortdi. Bunga o'xshagan aybsiz yurtdoshlarimizning arzu dardlari falakka chiqdi. Shikoyat yozilmagan huquq idoralari qolmadi. Nihoyat pichoq suyakka yetgach, SSSR xalq deputatlari bo'lib saylangan bir guruh vatandoshlarimiz hamda fidoyi vatanparvar bilimdon huquqshunoslarimizning sa'y harakatlari bilan Gidlyan va Ivanovlar to'dasining noqonuniy faoliyatini o'rganish bo'yicha komissiya tuzishga erishildi. Paxta ishlarini o'rganish komissiyasining keltirgan asosli dalillari va qattiq tortishuvlardan keyin Gidlyan va Ivanovlarning deputatlik maqomi bekor qilindi. Lavozimidan olib tashlandi. Biroq ular jinoiy javobgarlikka tortilishdan qutulib qoldilar.
Bundan tashqari tergovchilarning keltirgan moddiy zararlari ham behisob edi. 1984-yildan 1990-yilning oktyabr oyiga qadar Odilov va boshqalarning ishi bo'yicha Namangan viloyatiga kelgan SSSR prokuraturasi tergovchilariga mehmonxona va kommunal xizmatlari, transport va boshqa xizmatlar uchun sarflangan xarajatlarni qo'shib hisoblaganda bir necha million rublga yaqin mablag' mahalliy byudjet hisobidan qatag'onchi tergovchilarning jinoiy to'dasiga to'langan. Bu Ahmadjon Odilovning bo'yniga qo'ymoqchi bo'lgan mablag'dan bir necha million rubl ko'p edi. SSSR prokuraturasi xodimlaridan biri Konstantin Maydanyuk Rossiya televideniyasi orqali qilgan chiqishlardan birida O'zbekistonning har bir kvadrat metri yerida bitta tergovchi bo'lgan deb aytgan. Odilovlar ishiga 200 kishidan ortiq tergovchilar guruhi jalb qilingan. O'zbekiston prokurorining o'rinbosari bo'lib ishlagan Gaydanovning yozishicha, O'zbekistonga 3000 dan ortiq tergovchi markazdan kelib ishlagan o'sha davrda. Zulmda yashadi bu xalq. Endi o'sha Ahmadjon Odilov qamalganlarida ham zulmiga Moskvani o'zida turib javob bergan bu odam. U kishining ikkita advokati meni qadrdon og'aynilarim. Shular aytib beradi, do'ppini boshdan tushirmagan. Sanlar hammang jinoyatchisan. Men biror narsaga meni begunohdan qamayapsan sanlar deb turavergan. Ahmadjon Odilov Moskvadagi turli xil qamoqxonalarda 8 yilga yaqin vaqt mobaynida tergov jarayonlarida o'tirdi. 8 yildan keyin esa tergovchilar uning ishini sudga oshirdi. Tasavvur qiling, 8 yil davomida uni bo'yniga aybni qo'yisha olmadi va 8 yildan keyingina sud zalidagi birinchi majlis boshlandi. O'shanda Ahmadjon Odilov sud hay'atiga qarab, bugungi sud majlisiga men o'sha paytdagi SSSRning rahbari Mikhail Gorbachyovni guvoh sifatida chaqirishlarini talab qilaman degan talab bilan chiqdi. Xo'sh, nima uchun Ahmadjon Odilov SSSRning o'sha paytdagi rahbari Mikhail Gorbachyovni sud zalida ko'rishni va guvoh sifatida ishtirok etishni talab qildi? O'sha davrdagi qonun qoidalar bo'yicha eng uzoq tergov muddati 9 oy bo'lgan. 8 yil desangiz bu salkam 9 oy emas, 90 oyga borib qoladi. Salkam 90 oy. 10 barobar katta muhlat. Ya'niki qonunbuzarliklar o'zi o'shalardan chiqib kelyapti. Moskvaliklar ham 9 oyda o'rniga 90 oy ushlab turish mumkinmi sud qarorisiz? Men o'sha sudning birinchi kunidagi holatni yaxshi bilaman, esimda, chunki xuddi magnitofonda yozilib qolgan. Nima uchun Gorbachyovni aytganlar, ikkinchi guvoh deb Chingiz Aytmatovni aytganlar. Gorbachyov deganlar, men birlashmada nima ish qilgan bo'lsam, hammasini Gorbachyov qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha KPSS markaziy komitetini sekretari sifatida shu bizni ishlarni kuratorlik qilgan. Hammasidan xabari bor. Qanday ish qilyapmiz, nima qilyapmiz. Hattoki degan dedi, o'zini o'rniga bo'lgan markazkomda sekretari, siyosiy byuro a'zosi bo'lgan Nikonov degan odamni yuborgan, shu yerga bir 2 kun, 3 kun shu yerda yurib u ham ko'rgan. Shundan keyin 1 yil o'tmasdan Ahmadjon Odilov qamalyapti. Xalqimiz boshda tinimsiz qora bulutlar aylangan o'sha kezlarda o'zbek xalqiga qilingan zulm va kamsitishlarga qarshi birinchi bo'lib bosh ko'targan bu Chingiz Aytmatov bo'ladi. U Moskvadagi Siyezlar saroyida turib, O'zbekistonga otilayotgan tuhmat toshlarga qarshi otashin nutq so'zladi. Paxtaning og'ir mehnatidan aziyat chekkan xalqimizning pok nomini himoya qildi. Kezi kelganda aytish kerakki, Sovet hukumatining fitnachi rahbarlari ana shunday adolatparvar ijodkorlarni ham chalg'itib, o'zlarining g'arazli maqsadlarini u orqali amalga oshirmoqchi bo'ldi. Hatto Ahmadjon Odilovni badnom qilishda noto'g'ri ma'lumotlar berib, uni gapirtirishga erishdilar. Haqiqatan Chingiz Aytmatov Perestroyka и гласность degan maqola yozgan Pravda gazetasida 89-yil menimcha yanvar oyida. Katta maqola, o'zbek xalqini himoyasida turgan, O'zbekistonning himoyasida turib, lekin shu maqolada hamma aybni Ahmadjon Odilovga shunday to'ntarib qo'ya qolgan. U yerda shunday degan
gaplari bor Chingiz Aytmatovda. Farg'onalik mafiya boshi deganda Odilov degan bir ayolni faryod solib yig'laganini juda qiyofali qilib yozganlar. Haqiqatan qoyil qolish kerak, u odamni yozuvchilik qobiliyat Xudo berganda. Lekin mafiya boshligini birinchidan odam aytyapti, kesinda guvoh bo'lib, qani bir isbotlab bersin Chingiz Aytmatov. Men bilan muomalasi yaxshi bo'lgan, ko'p narsalarni yozib bergan biz haqimizda. Qanday qilib men mafiya Farg'ona mafiya boshchisi bo'lib qoldim? Shunga bir isbot keltirsin deganlar. Ikkinchi tomoni o'sha Chingiz Aytmatovni maqolasidagi dod faryod solib Odilovni qamoqqa olib ketayotgan mashinaning orqasidan yalangoyoq yugurgan degan gaplar bor-da. Bu meni onam bo'lgan. Mana shu yerda o'tirganimda dedilar, qo'shnimiz kirib tog'ani olib ketyapti deb aytishdi dedi. Qayerga olib ketadi desam, o qurolli militsiyalar olib ketyapti deganda, oyog'im yalangoyoq edim, boshimda ro'molim ham tushib qoldi. Chopib chiqqanimdan qarasam, haqiqatan dadangni olib ketyapti. Orqasidan yugurgan o'sha ayol men edim dedi. Endi buni Chingiz Aytmatovga kimlardir shunday bilasizku, bu dushman bo'lgandan keyin buncha topib olsa, buni ma'noda qilib shar qilib shirib turib bergan. Keyinchalik bundan xabar topgan Chingiz Aytmatov qattiq aziyat chekdi. Aytgan gaplardan afsus qildi. Adolatsizlikning boshida turgan manfur kimsalardan nafratlandi. Chunki u tarixi, madaniyati boy xalqimizni hurmat qilar va yurtimizni sevar edi. Sho'ro hukumatining asl maqsadi ma'lum bir vaqt oralig'ida turli yo'llar bilan xalqimiz orasidan chiqqan obro'li odamlarni qatag'on qilish bo'lgan. Paxta ishi ana shunday qabih niyatni amalga oshirish uchun o'ylab topilgan navbatdagi fitna edi. Afsuski aldangan, arzimas va'dalarga uchgan ayrim o'zimizning mansabdorlar va ziyolilarimiz ham bu fitnaga qo'shildi. Hatto uzoq yillar Ahmadjon Odilovning xonadonidan oyog'i uzilmagan ijodkorlar uning nomini qoralovchi asarlar yozdilar. Eng yomon fojia, biz kimnidir ulug'laymiz desak, uni farishta qilib, beayb qilib, haddan tashqari ulug'lab boramiz, osmonga chiqarib qo'yamiz. Kimnidir qoralaymiz desak, uni qoraga belab, balchiqqa botirib, uni qilgan yaxshi ishlarini ham, yaxshi ishlardan ham ko'z yumib, uni butkul yomonotlikqa chiqaramiz. O'sha davrda ham, hozir ham jur'atli, jasoratli, ulug' yozuvchimiz Odil Yoqubov. Yoki bo'lmasa mana Namanganda bizning ustozimiz Habib Sadilla. Bular o'sha davrda ham o'zini u odamga nisbatan hurmatini, u odamga nisbatan munosabatini zarracha susaytirmasdan kerak paytda o'zlarini o'sha davrda ham munosabatlarini bildirishgan, lekin u davrni matbuoti, o'sha televideniyasi, jurnalistikasi o'sha tuzumga xizmat qilgani uchun u materiallardan ko'ra ularga muhimroq bo'lgan uni yomonotlikqa chiqarish. Kerak bo'lsa shu balchiqqa botirib hozir aytganimdek uni to'la qoralash pozitsiyasida bo'lishgan. Bu yerda qishloqdan birorta odam bu odam to'g'risida yomon fikrda emas. Lekin bu odamni qattiqqo'lligi bo'lgan. Chunki yaxshi bo'lsin, jinoyatchi odam bo'lmasin deb rejimda qattiq qilganlar haqiqatda. O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi e'lon qilindi. Oradan bir necha oy o'tgan bo'lsa ham Ahmadjon Odilovni ular o'zlarining qamoqxonalaridan chiqishni xohlamadi va mustaqil O'zbekistonning rahbariyatining talabi bilan Ahmadjon Odilov 8 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin mamlakatimiz poytaxti Toshkentga olib kelindi va sud jarayonlari boshlandi. Aytish kerakki, Ahmadjon Odilovning sog' salomat qamoqxonadan qaytishini ko'pchilik tasavvur ham qilmagan edi. Hatto uning ayrim dushmanlari Ahmadjon Odilov qamoqqa olinganda o'zlaricha bayram qilib tadbirlar ham o'tkazgan edilar. Ahmadjon Odilov 8 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin sud zalidan ozod qilindi.
Ana shuni eshitgan Ahmadjon Odilovning dushmanlarining ko'plarining lablariga uchuq toshib ketgan edi. O'sha kunlarni Ahmadjon Odilovning katta o'g'li Anvar Ahmadjonov shunday xotirlaydi. Sud zalida o'tiribmiz. Uni Safar aka rahmatli Ostonov juda chiroyli qilib yozgandilar. Hali qarorni eshitgandan keyin men o'yladim, hozir tom tushib ketmasa bo'ldi, haligi sud zalida shu ovozdan qarsakdan bir stadionda shunaqa hol bo'lardi-da, birdan gol bo'lganda xuddi havo yorilib ketayotgandek. Shunaqa holat bo'lgan. Safar aka aytgan shunda, men mustaqillikni birinchi marotaba shu sud zalida sezdim. O'zim tanam bilan sezdim, quloqim bilan, etim bilan sezdim degan gaplari bor-da. Ozod qilindi deganga shu adresni bilgan odamlar kelaverganda. Mashinalar shu darajada ko'pki, men bitta mashinaga o'tirdim. Bo'sh, hech kim yo'q. Bitta kichkina o'g'lim Rustam bilan o'tirdik, ikkomiz keldik. Shu darajada transport ko'payib ketdi. Endi Tojikiston bilan ketyapmiz. Mashina bir 30-40 tadan ko'proq bo'lsa kerak deyman. Kolonna bo'lib ketdi. Hukumat ham shuni gay mashinani qo'yib berdi yo'lni ochishga. Tojikistondan boshladi to'xtash. Eshitganlar, tojiklar ham shunaqa o'zbek xalqiga, ayniqsa bu yondosh chegaradosh tojiklar, Asht rayoni, bu yog'i Leninobod yo'lda boshlangan to'xtash. Oxiri o'sha chegaraga kelganimizda tomonot odam ekan, qo'y so'yganlar, muzika, karnay surnay, men dadam yo'qotib qo'ydim, o'sha ko'rmaymiz ham, topolmaymiz ham. Ketdik Qo'rimsaroyga. Keyin uyga tomon yo'l yurildi. Biz qolib ketdik, endi qarasak yurib bo'lmaydi odam. Uyga kira olmay o'tirdik. Shu 5-600 metrdan narida qolib ketdik biz ham, to'xtadik. Mashinaga yurmaydi. Odamlar qo'lga olib, qo'lma-qo'l uzatib olib ketishdi, shunday qilib deydi. Ahmadjon Odilov o'sha paytda nihoyatda katta obro' e'tiborga ega, juda katta SSR miqyosidagi vahimali aytish kerakki, juda sertarmoq, serdaromad, iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lgan agrofirmaning direktori bo'lish barobarida O'zbekistonning barcha yuqori lavozimli mulozimlari, xususan Sharof Rashidov bilan do'stona munosabatda edi. KPSS markaziy komitetining bosh sekretari deb hisoblangan Leonid Brejnev bilan va uning atrofidagi juda katta vazirlar va maxsus mulozimlar bilan juda ham yaqin munosabatda edi. Ana shundan cho'chigan viloyat va tuman rahbarlarining ayrimlari bu yaqin orada bizning mansabimizni, bizning lavozimimizni olib qo'yishi mumkin degan hadikda yashaganlar. O'shaning uchun ham ular o'sha yerdagi ayrim Ahmadjon Odilovdan norozi bo'lgan odamlarni yoniga chorlab, u bilan bog'liq go'yoki Ahmadjon Odilovning zindoni bor, o'ziga yoqmaganlarni o'sha zindonga qamab qo'yadi. Uni qurollangan shayka armiyasi bor, Ahmadjon Odilov mafiyaning boshlig'i va shunga o'xshagan har xil tuhmatlarni to'qib chiqaradilar va ana shu tuhmatlarni bir qismini Gidilyan va Ivanov boshchiligidagi tergovchilarga ham taqdim qiladilar. Natijada Ivanov va Gidilyan boshchiligidagi 200 ga yaqin tergovchilar Ahmadjon Odilovni o'zlarining qarmoqlariga osongina ilintirishga harakat qiladilar. Holbuki Ahmadjon Odilov aslida ular talqin qilgandek juda ham o'sha shafqatsiz, juda ham noqonuniy ishlarni qiladigan nodon va johil odam emas edi. Agar shunday bo'lganda Ahmadjon Odilov 8 yilga yaqin vaqt davomida qamoqxonada o'tirgandan keyin uni ko'rish uchun, uni o'sha qilgan yaxshiliklarini unutmaganliklari uchun ham minglab odamlar o'sha sud zalidan chiqqan zahoti yo'q uning huzuriga shoshilganlar. Va hatto aytish kerakki, Tojikiston orqali o'tayotganda o'sha yerda uni birinchi o'sha Tojikiston chegarasidagi tojik do'stlarimiz, tojik birodarlarimiz ham juda katta quvonch bilan, tantanalar bilan qo'ylar so'yib kutib olgan ekan. Demak, bu bejizga emas. Qolaversa, o'zining qishlog'i G'o'rimsaroyga borganda ham G'o'rimsaroyga nafaqat O'zbekistonning viloyatlaridan, hatto qo'shni respublikalardan ham minglab odamlar uni ziyorat qilish uchun kelgan ekan. Demak, shunga qarab Ahmadjon Odilovning kimligini baholasak bo'ladi. С этого начинает каждое утро Ахмаджон Одилов. Год назад сюда, в барханы центральной Ферганы, не проходил вездеход. Отныне и навечно там звучат слова. Волею партии
По инициативе колхозников ордена Ленина колхоза имени Ленина Папского района здесь встанет город Навбахор, расцветающая весна. 15 февраля 1973 года. Sovet davrining taniqli va afsonaviy shaxslaridan biriga aylangan Ahmadjon Odilov farishta emas edi. U ham ba'zan bilib, ba'zida bilmasdan xatolar qilgan. Gohida kimlarningdir aladovlari, noo'rin takliflariga ishonib, kimlarningdir ko'nglini ranjitgan bo'lishi mumkin. Bir odamni haqida fikr bildirish uchun uni qilgan yaxshi ishlarini bir tomonga qo'yib, kamchiligini bir tomonga qo'yib, tarazini shayinni ko'tarsangiz, uni qilgan ijobiy ishlari bosib ketsa, ozgina insof qilish kerak. Bugun Odilovga u mansablar kerak emas. Bugun Odilovga u lavozimlar, u rutbalar kerak emas. Bugun Odilovni qavmiga kerak bo'lsa undan yaxshilik ko'rib, ajablanib yurgan odamlarga uni baski Gen prokuratura, o'sha sobiq ittifoqi bosh prokuraturasi, tegishli huquqni muhofaza qilish idoralar oqlov qo'lladimi? Endi bundan tirnoq ostidan kir qidiravermasdan uni ma'lum darajadagi qadriyatlarni tiklab berish, adolatni chala, haqiqatni shu to'laligicha ko'rsata olmaslik tendensiyasida bormasdan shuni ma'lum darajada bugun changini qoqib, yaxshi tomonlarini ko'rsatsa bo'ladigan tomonlarini ko'rsatish mavrida kelgan desam, men ayni haqiqatni aytgan bo'laman. U Sovet zamonining murakkab davrida yashagan bo'lsa ham, o'z yurti va xalqi uchun qo'ldan kelgancha xizmat qildi. U o'sha davrning ziddiyatli taqdir egasi deb aytilsa ham, o'zgalar to'qib chiqargan mash'um jinoyatlarga qo'l urmadi. Hatto ayrim amaldorlarga o'xshab, dunyoning eng nufuzli shaharlarga sayr va sayohat qilmadi. Imtiyozli sanatoriyalarda dam olmadi. Turmush o'rtog'i Chinnigul aya bilan bir necha farzandlarni tarbiyalab, voyaga yetkazdi. Chinnigul aya esa ortiqcha zeb-ziynatga mehr qo'ymadi. Oddiy o'zbek ayoli sifatida umrguzaronlik qildi. Aytsam ishonmaysiz. Ayollardan kali tushmagan. Chinilapami? Ayollardan kali tushmagan. Faqat bitta eski jumpirlari bo'lardi. Shu jumpirni kiyib olib, mana shu ertalabki nonushtaga ovqat tayyorlaydi. Qilish ishlari xo'jayinda ovqati bo'lgan, ovqatida boshqa hech qanaqa. Biror joyga boramansalar, mendan so'radilar, tashab qo'ying deb. Yo'q, xo'jayindan so'rayman, bo'lmasa olib bormayman desam, boraversin, sen ishingni qildirdilar. Mashina ham bermasdilar, mashinani ham. O'zlarini nima to'p boradilar, lekin bizni mashinaga chiqmasdilar. Hech ham foydalanmaganlar, men bilmayman. Faqat mehnat. Unaqa taqinchoq, u qo'llarida billaga unaqa narsa bo'lmagan. Juda oddiy ayol bo'lganlar Chinilapam. Ahmadjon akam bilan 20 yilga yaqin birga ishlaganmiz. Shu ish davrlarida Ahmadjon aka asosiy qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha, ularni texnik bazasini rivojlantirish, xalqni qo'l mehnatidan mexanizatsiyaga o'tish to'g'risida, qishloqlarni obodonlashtirish, ijtimoiy sohalarni rivojlantirish, maktab, detsat, больницаlarni qurishda juda katta xizmatlari bor. 1,5 mingdan ortiq chorvachilik kompleksi qurilgan. 80 mingdan ortiq mayda mol, ya'ni chorvachilik komplekslari, Ibn Sino sovxozlari, 11 ta yaqin kolxoz sovxozi yangidan tashkil qilingan. Bu odamni hissasi juda katta. Bu odamsiz tasavvur etish mumkin emas. Biz xalqimiz bu odamning xizmatini hech ham unutmaymiz. Bu odamni hozirgi zamon odami edi. Ishbilarmon, tadbirkor odam bo'lgan bu odam. Aholi nomidan, xalqimiz nomidan iltimos qilamiz. Bularni kelgusida shu qilingan ishlarni hisob inobatga olib, mehnatlarni inobatga olib,
Shularni xotiralarini abadiylashtirish maqsadida mana 2025-yil 100 yillar bo'ladi. Shu 100 yillarga shu hukumatimiz tomonidan alohida e'tibor berilib, shularni nomini abadiylashtirish uchun ko'rib chiqishlarini hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevdan iltimos qilamiz. Bu odamning nomi abadiy qoladi degan umidda biz va iltimos qilamiz. Sen buyuk yurtimning so'lim diyori, sondadir xalqimning yo'qdir azori. Dunyoga ovoza patir bozori, jonajon makanim g'urum saroyim. Bag'ringda xalqim deb yashovchi bisyor, Ahmadjon Odildek o'g'lonlaring bor. Ular mehnatidan yashnar navbahor. Jonajon diyorim g'urum saroyim, g'urum saroyim, g'urum saroyim. Misoli nur sochgan quyoshim oy.